har bir xursandchilikdan keyin jicha g'am tashvishga tayyor turish kerak edi. Hamma yo'q to'g'ri qabul qilish kerak deydi-yu. Men jicha 21 yosh bo'lsam ham Peter Panroman-da, hali sarguzasht istab turaman har doim. Zaparkka bordim, zaparkka. Zaparkda aylanib yursam, kichkina bolalar tanib qolib rasmga tushgani keldi. Rasmga tushdi. Xursand bo'ldim endi rasmga tushdi deb tanib qolib. Ashundan beri oshnam meni maymun deb yuribdi-da. Zaparda maymun qolib sen bilan rasmga tushdimi deyapti. Hech narsa deya olmayapman, gap topa olmayapman. Undan ham yomoni bor. Undan keyin choychkani kirdi bitta joyga. Choychib o'tirsa bitta qiz kelib turib, tashqarida turgan BMW sizlarga qarashlaymi deb mashaga qarab aytayapti. Tushunasizlarmi? Meni mashaga qarab turib, BMWsi bor odam deb o'ylayapti. Xuddi bu hali Shahlo Ahmedovning oldiga borib turib, Tohir bilan o'rtalarda nima bo'lgan degan savolni bergan deyapti. Tushunasizlarmi? Keyin xursand bo'lib ketib, ha meniki deb yubordim-da. Xursandman, lekin keyin 10 minut hali joyda men BMWning sho'pirini istadim-da. Ovqatim kelgan, ovqatim yemasdan BMWning sho'pirini istab yurdim hali joyda. Shunaqa yashayapti shunaqa qilib.